Qobiljon, 68% natijani qo'lga kiritibsan, sen grant olishingga 2% yetmay qolibdi. Shu 2% yetmay qolgani nima sababdan deb o'ylaysan? Grant payda ozgina chalib qoldim. Keyin 3-fandan sal qiynaldim, lekin hozir tayinlanish bor. Keyingi safar grant o'tishga harakat qilaman. To'g'risini aytsam, 69 manga katta natija bo'ldi. Har safar 50-51 olardim. Bu safar ingliz tilidan yaxshi topaman. Agar ingliz tilidan yaxshi topganda grant olardim menimcha. Birinchi mock bo'ldi bizda. Mockda sal hayajonlanib qoldim-da. Bu hayajonlangandan keyin sal shoshilib qo'yib, ozgina xato qilib qo'ydim deb o'yladim. Chunki atigi 1% yetmay qoldi. Xudo xolasa keyingi safar bundan ko'ra balandroq natijalar qilishga harakat qilaman. Bu xuddi menga darsdek tuyuldi-da. Endi o'zim ustimda ko'proq ishlasam, balkim stipendiya olaman yoki grantni har doim olib yuraveraman. Shu grant yutaman sababim o'ylashimcha, boshida men sentyabrdan beri 55% boshladim, keyin hozirga kelib oshib boraverdi. Bir 62, 65 keyin hozir 69 oldim. Shu o'ylashim bo'yicha grant yutaman sababi men SAT Englishga kamroq vaqt sarflagan sababidan men 51% olib qoldim. Shundan agar unda men 63 ga javob bo'lsa bitta savol to'g'ri topganimda men grant yutgan bo'lardim. Xudo xolasa, keyingi grantda bor grant. Xudo xolasa bo'ladi. Tayyorgarchiliklar ketyapti. Ha. Bo'ldi, rahmat.